Qizlar, bu ishimizni endi ikkinchi qismi finish sloyini qilamiz, ya'ni ikkinchi qavatini. Bunda faqat finishda kristal smalida ishlataman. Muqaddas opada 160 ming so'm adashmasam, xuddi chet elliklarnikidek ishlarni qimmatga beradi. Esingizda bo'lsa, 300 gram ishlatganda 100 gram ham qilsak bo'ladi finishga, xohishga ko'ra, lekin men to'lib turishni xohlayman, chunki men chetlari to'lmagan. 150 gram qilaman. Mana smalamiz 150 gram qilamiz. Xo'p, 97 gram smala solaman. Kristaldan ishlatsanglar maza qilasizlar, qizlar. Bitta olsanglar, faqat finishga, tasbehlarga ishlatsanglar bo'ladi. 97 oshib ketdi. Bittasi oshib ketsa, shundan qaytarib olsak bo'ladi, agar отвердитель solmagan bo'lsak. Lekin bir-biriga solib qo'ygan bo'lsak, bo'lmaydi уже. 97 qo'shamiz 150 gacha. Bir 2 gram ortib qo'ysa, hech narsa qilmaydi, oshib ketsa. Endi mana 150 gram qilib oldim. Menga palochka kerak bo'ladi. Tarozi уже kerak emas bizga. Aralashtirishni boshlaymiz. Buni hosiliga qanaqa ko'pilari yo'ligini, qanaqa chiroyli chiqishini ko'zinglarni oldida ko'rsatib beraman. Qizlar, menda xil bor ekan, ruchkasi. Buni tagiga qo'yadigani ham bor, noshkasi bor, lekin men ruchkali patnis qilaman ko'pincha. Noshka qimmatroq ham unaqa chiroyli chiqmagan. Mana bunisi oqqon. Mebelniki bu, istab qolinglar. Mebelning furnituradan olganman. Jomida ham, muqaddaspada ham bor. Qaysi biri yoqdi sizlarga? Tillasi mosroq menimcha. Mana shu tilladan qilamiz. Mana bunimiz turdi ozgina. Qaranglar, уже tiniq, chiroyli bo'lib chiqqan. Bismillah deb changlarni artib olasizlar, agar changlari bo'lsa, quyishni boshlaymiz. Va mashalloh, ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli ochib beradi bu finish bizga. Shunaqa gaz bo'ladi, gorilka deyiladi bu. Erkaklar yaxshi tushunadi buni. Xo'jayinlarga, akalarga, adaylarga berasizlar, ishlatib ko'rsatib beradi. Pamitini qo'yib olinadi. Keyin o'zini buradigan tomoni bor. Burasangiz mana gaz chiqadi, ko'ryapsiz-a? Mana yoqib qo'yasiz, yaxshilab ishlatib qo'yganingizdan keyin buraysiz. Odamga qaramagan joyga yoqib olasiz. Va shunaqa ko'piklarni turqizib olamiz. Yaxshilab. Ko'p qilmaymiz, bitta tez-tez anaqa qilib kedirib ketamiz. Mana, endi burab qo'ydim, ko'rdinglarmi? Keyingi ishimiz bo'lsa, qizlar, iloj bo'lsa men ushlab tashlamasligim kerak va anaqani yechaman, perchatkani. Chunki bu smala qo'linglar bilan ushlasanglar, mana, ko'rasizlar, izi qolib ketadi. Izi qolib ketadi. Yaltiradi. Просто так qo'yib qo'yamiz ikkita chetiga. Mana. Вот mana. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi qizlar. Shunaqa mayda toshchi bor edi. Uni ham o'zimcha o'qib ko'rmoqchiman. Yanada chiroyliroq chiqishi uchun.
endi finish qilgandan keyin mana shunaqa patalni ham o'rtasiga qo'yib yubormoqchiman. Qanaqa chiqadi bilmayman buni ham. Mayda qilib yaltir-yultirga o'chlarga juda ham chiroyli chiqadi. Qaranglar. Vau, qizlar. Dahshat bo'ldi. Qizlar, endi o'zingizlar aytinglar, qanaqa chiqqanini, patnisi, ruchkalari qanaqa mos kelganini, mana bu toshimiz qanchalik bunga yeganini o'zingizlar aytishinglar mumkin. Vashi idealniy chiqdi. Hammasi kristal simallani hisobiga ham. Chunki kristal simali yaltiratib beradi, ko'rasizlarmi? Oynadek effekt beradi. Bitta olib qo'ysanglar joninglarning huzuri bo'ladi.